Öyle. Yaqinda kuni. Abdurahmonmi? Akukana qo'shni baking. Nima qilyapsiz? Men ko'rsatdim. Tasharda eshakni o'ldiradigan sig'i bo'lyapti. Sizlar sanaqa bunaqa salqinganada nima qilyapsizlar? Muzdagina o'tiribmiz, choy Qalasiz? qalasiz. Bu kim? Ustam. Nima ish qiladi? Baqaking. On qarang. Nima bu? Yaqinda ham yo'q-da, Abdurahmon. Endi qildiryapmiz. 4 kun oldin ham yo'q edi-ku. 2 kunda bitirib ketishdi. Shu. Navezmi bu? Naves, Necha pul yaqingizdingiz? Qarang, 10 ga 10 yarim bo'lgan joyi 420 mingdan 44 millionga bitirib berishdi. Bilin, 440. Nima bo'lyapti? 44 million pul. 44 million. Qayerdan pul olyapsan sen, Abdurahmon? Onalarni demsa, 7 ga 24 ming ishlayapman. Kerak bo'lsa, abitda uxlasang ham men abitda uxlamasdan ishlayapman. Shuncha pulni qayerdan to'layapsan? Onasi to'lib qolgan ekan, qo'shni. Havas qilib yashash kerak odamga. Bu ustalarni qayerdan topsa bo'ladi? Bu ustalarning nomeri o'zimda bor ekan, so'rasangiz beraman men sizga. Onasi demsa, menga ham qilib beradimi? Qilib beradi. Bugun qilaman men, bugun qilaman. Qilib ketyapman, seni ko'rolmasa yonib ketyapman. Voy. Ha qo'shni, sovudingizmi? Bo'ldimi? Voy.